Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi, Pentagon, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATO va Kanada Davlat Mudofaa Ministerligining hamkorliklarida 22 noyabrdan 24 noyabrgacha Kanadaning Nova Scotia shtatidagi Halifax shahrida chaqirilgan 16 navbatlik Halifax xalqaro bexatarlik munbiriga 70 dan ortiq davlatning hukumat rahbarlari, yuqori darajalik harbiy amaldorlar, generallar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, savdo sanoat sohasidagi arboblar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib 300 nafardan ortiq vakil qatnashgan mazkur seminariyaga Dünya Uyghur Qurultayı'nın sabık reisi Dolqun İsa Efendim, Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetinin reisi ve Uyghur Hareket Teşkilatı'nın İcraiya Direktörü Roşan Abbas Xanım ve Uyghur Tədqiqat Merkezinin reisi Abdulhakim İdris Efendim alayda təklif bilan qatnaşqan idi. Ushbu minbarda Xitoyning Ukraina urushida Rossiyani astırtın qo'llashi ve yaqinda oshkorlangan Rossiyani ta'minlash uchun Qashqarda qurilgan qurolliq odamsiz uchqu zavod qatorliq temalar, jumladan Xitoyning dunyo tinchligiga ilib kelayotgan xiristlari muhim tema bo'lgan. Dunyo Uyghur Qurultayı'ning sobiq muvaqqat raisi va strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram Efendim, Halifax xalqaro bexatarlik munbirining har yil echilishlik maqsadi va Uyg'ur masalasining kun sari xalqaralashayotganligiga agishib, 2019 yildan boshlab har yili Uyg'ur tashkilotlarini, jumladan Dunyo Uyghur Qurultayı rahbarlarini chaqirishidagi sabab haqida to'xtalib, munolarni dedi. Bu Halifax Xalqaro xavfsizlik forumininki maqsadi mushu xalqarada bo'libmi mushu yashardagi xavfsizlik masalalarini muzokara qilish va ularni qanday hal qilishni muzokara qiladi. Va keyingi yilda bu Xitoyning yuksalishi bilan birlikda nurg'un xavfsizlik masalalarini yaratdi xalqarada. Shuningga bu keyingi 10 yilda bu Halifax forumunda nurg'un qitim yig'inlardimi Xitoy masalasini asos bir masala qilib muzokara qilib keldi. Bu da bu Xitoy masalasi yana tilga ilindi. Bo'libmi bu Xitoy bilan Rossiya, İran, Shimoliy Koreyadek davlatlarning mushu global xavfsizlik masalasini tahdid qilayotganligini tilga olgan bo'ldi. Hozirgi xalqarada kun tartibda bo'lgan Ukraina masalasi tilga ilingan bo'ldi. Bundan boshqa Xitoyning mushu iqtisodiy kuchlaridan foydalanib dunyoninki nurg'un yerlarda, Osiyo, Tinch okeanida, Afrikada, bu O'rta Sharqda bu dunyoning xavfsizligiga ziyon beryotidi, o'zining manfaatini qo'g'dayman deb va xalqaroninki qabul qilingan ba'zi qoidalar, qoida usullar, tuzumlar, sistemlarni buzib kelyotidi deb tilga oldi. Undan boshqa budaqi mushu yig'inga Tayvanninki sobiq prezidenti Tsai Ing-wen qaytilgan bo'ldi. Tsai Ing-wenning qaytilishi yana mushu Xitoy bilan munosabatlik, chunki keyingi yillarda Xitoy mushu Tayvanga tahdid solib, xavfsizlik masalasiga ziyon berishga boshladi. Hatto bundan keyin mushu Halifax'ninki yig'inininki bir bo'limini Tayvanda ichildiganligini tilga bo'ldi. Demakki, bu forum bag'an siri kengayotidi degan gap endi. Masala mushu g'arb davlatlari agarda xavfsizligini bo'libmi mushu yashar xavfsizligini qo'g'dayman deydigan bo'lsa, o'zininki mutafiya budjetini, hamchutini ko'paytirish lozim degan masalalar muzokara qilindi va bu ittifoqdosh davlatlar orasidagi hamkorlikni kuchlantirishni tilga olgan bo'ldi. Agarda bunday qildigan bo'lsa, Uyg'ur masalasi bu ham Xitoyga bog'langan, ham xalqaro bağlanğan bir xavfsizlik meselenin bir terkibi, bir kısmı.
Şununla bu forummu Uyghur meselesi qiziqashqa Uyghur təşkilatlarını, bulubmu Dünya Uyghur Təşkilatının ki əzalarını davet qılğan gap. İkincisi, bu G'arb devletler eğer de xavfsizligini qo'g'dayman deydigan bo'lsa, shu yer shaharning xavfsizligini qo'g'dayman deydigan bo'lsa, ularninki demokrasi tuzum va qimmat qarashlarini bu qo'g'dash to'g'ri keldi. Uyg'ur meselesi mi bir inson haqlari meselesi hem de bu qimmat qarashlarninki bir meselesi. Şunun G'arb devletlerine bununla ilgilenmek, şoğunmak lazım. Üçüncüsü, Şarkı Türkistan Uyghur meselesi mi keyinki yıllarda xalqaranınki meselesinin biriga aylandı. Xitoy bir yerde insoniyatga qarshi jinoyat ve shundaqla irqiy qirg'inchilik jinoyatini ishlagan gap. Hamda 21 asrda bir hakimiyet, yani bir milletni yo'qotishga tirishayotgan bir paytda G'arb devletlerninki bu meselelerge qiziqish ve bu meselelerini hal qilishda o'zininki ba'zi vazifasi bor, yani mas'uliyati bor. Shuningga bu Uyg'ur meselesi shundaq xalqaroning cho'ng xavfsizlik forumlarda bu kun tartibga kelishi ve Uyg'urlarni davet qilishi shu sebeplerden tüpeyli bo'lyotidi deb ko'raman. Reuters agentligining 27 noyabr e'lon qilgan Volkswagen Şinjandagi mulozimatidan chekindi, zavod va sinoq yo'llarini sotmoqchi nomli xabarga asoslanganda, uzun yillardan buyon xalqarada Uyg'ur majburiy amki bilan chetishlik deb qattiq ayblanib kelgan bo'lsa-mu, Urumchidagi zavodini taqashga joyillik bilan qarshi turib kelgan Volkswagen mana endi kuchli xalqarалық besim va iqtisodiy mushkulotlar sababidan Urumchidan ayrilishni qaror qilgan. Xabarda ilgari surilishicha, Volkswagen Urumchidagi zavodini va avtomobillarni sinoq qilish uchun yasagan yo'llarini Xitoyning Shanxaydagi davlat egiligidagi bir avtomobil zavodiga setib berdi ekan. Buningdan ilgari Volkswagen Germaniyaga 3 zavodini taqagan ve yana ba'zi zavodlarni taqashga tayyorlik qilayotganligini ochiq e'lon qilgan edi. Xabarda mundaq bayon qilingan: yaqinqi yillardan buyon Volkswagenning Urumchidagi mavjudligi bosh og'ritadigan bir masalaga aylanib qoldi. Chunki mablag' solg'uvchilar bu avtomobil savdogarlarga bu rayondan chekinish haqida izchil besim qilib keldi. Kishilik huquq organlarida bu rayondagi zo'ravonlik qilmishlarining xotiralari bor. Bu o'z navbatida jazo lagerlaridagi zo'r ko'lamlik majburiy emgakni o'z ichiga oladi. Beijing bo'lsa bundaq zo'ravonlik qilmishlarining mavjudligini izchil inkor qilib keldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovuddin apandining bildirishicha, Volkswagenning Urumchidan chekinishiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa kishilik huquq organlarining yillardan buyongi besimlari kuchli ta'sir ko'rsatgan ekan. Garchi matbuotlar Volkswagenning Urumchidan chekinishiga kuchli iqtisodiy ham texnikalik raqobatlarning sabab bo'lganligini ilgari sursimi, yillardan buyon Volkswagenga qarshi faoliyatlarning oldingi sepida xizmat qilib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon apandining qarashicha, Volkswagenning Sharq Turkistondan chekinishidagi tub sabab iqtisodiy masalaga emas, balki Uyg'urlar masalasiga bog'landi ekan. U so'zida qurultayning uzun mezgillardan buyon Volkswagenga besim ishiltib, talay qitim Volkswagenni xalqaro jamiyat oldida o'zini oqlashga majburlaganligini eskartib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, Volkswagenning Urumchidan chekinishi boshqa chet el shirkatlarining Xitoydan chekinishiga belgilik ta'sirlar ko'rsatdi ekan. Halbuki almisoqdan manfaat uchun har qanday mustabidlar bilan hamkorlashishdan bosh tortmay kelgan Volkswagen avtomobil guruhi Urumchidan chekinsimi, Xitoyning davlat egiligidagi avtomobil shirkatlari bilan bo'lgan hamkorligini toki 2040-yilga qadar davomlashtirdi ekan. Amerika Vatan Xavfsizlik Ministerligi Xitoyning Temo nomli parcha setish tor betida setilayotgan mahsulotlarning Uyg'ur majburiy amki bilan munosabatli bo'lish ehtimolligi ustidan tekshirish boshlagan. New York pochtasi gazeti egillagan maxsus uchurdan qaraganda, Amerika Vatan Xavfsizlik Ministerligi Temoning Amerika bozoriga kirayotgan mahsulotlarining Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonuniga xilof yoki emasligini tekshirish bilan birga, Temo appining qo'llanuvchilar ustidan josuslik qilish ehtimolligini tekshirayotgan ekan. Vatan xavfsizligi va istixborot organlarining bir qism amaldorlari gazetga qilgan so'zida, Temo appi ham qul amgik bilan yasalgan mahsulotlarni setayotgan bo'lishi hamda yana qo'llanuvchilar ustidan josuslik qilayotgan bo'lishi mumkin degan.
Amerika hökuməti 2021 yılı 6 aydan başlap Uyğur məcburi əmgikinin aldını eliş qanunu boyunca Xitayda işləp çıxırılğan və Uyğur məcburi əmgiki bilan bolğanlığı aniqlanğan məhsulotlarını qara tizimlikə elib, ularning Amerika bozoriga səlinishini cheklagan. Biroq Amerika tamojnasining qiymati $800 tövən posilkalarni tekshirmaydigan hamda tamojna beji olmaydigan siyosati Xitoyning Shein va Temu qatorliq tor parcha sotuvchilar tarafidan setilayotgan mahsulotlarning Amerika bozoriga bemalol kirishiga yo'l ochib bergan. Amerikadagi nopozliq axborot organlaridan biri bo'lgan Bloomberg gazeti 2022 yilda Temoga o'xshab ketadigan Shein nomli torbet setilayotgan kiyim-kechaklarning vatanimiz Sharq Turkistondan chiqadigan va dunyoda atalmış Şinjan paxtasi deb tonildigan paxtalar bilan ishlab chiqarilganligini rasmiy tajribaxonalarda tekshirib aniqlab chiqqan. Ma'lum bo'lishicha, Shein va Temu qatorliq Xitoyning arzon baholiq narsalarini sotadigan tor parcha sotuvchilarining Amerikada qilayotgan savdosining qiymati necha milliard dollarga yetadigan bo'lib, sal qarashga bo'lmaydigan darajada zo'r ekan. 2023 yilning ichida eng töven chek belgilemesi bilan Amerika bozoriga kirgan posilkaning soni 1 milliarddan eshib ketgan bo'lib, buning mutlaq ko'pi Xitoydan kelgan. Amerika Markaziy istixborot idorasi tijorat boshqarmasining sobiq yuqori darajalik amaldori Kevin Holbert New York Pochta gazetiga qilgan so'zida mundaq degan: Temoda setilayotgan mallarning haddidan ziyoda arzon bo'lishi munosabatli doiralarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Bu kishilarning bir kiyimni tikib, uni dunyoning yana bir tarafiga to'shib, ondan uni aran $8-10 setishiga odamning ishongisi kelmaydi. Bu sizda bu kishilar buni qanday qilyotidi deb savol paydo qiladi. Kevin Holbert apandi so'zida Amerika hukumatining bundaq torbatlarning o'zini so'rab, majburiy emgak bilan yasalgan mahsulotlarni ishlatmaydiganligi haqidagi bayonlarga pisand qilmasligi, ularga undaq o'z-o'zini tekshirish imkoniyati berilmasligi lozimligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika ana vatan xavfsizlik ministerligi Temu appining ham qo'llanuvchilar ustidan josuslik qilayotgan bo'lish mumkinligini tekshirayotgan bo'lib, Xitoy applarining bexatarlik masalasi TikTok appining o'z qo'llanuvchilariga oid uchurlarni Xitoydagi bosh markazi bo'lgan ByteDance'ning sondoniga avatadiganligi va hamda uning yana telefonlarining yumshoq detalini kontrol qila oladiganligining oshkorlanishi bilan diqqat qo'zg'ashga boshlagan. Ayni chog'da Amerika va Angliyada tushirilish qitim soni oldingi 10 qatorda bo'lgan CapCut, Shein va Temu qatorliq Xitoy applarining bexatarlik yo'chiqlari borligi mutaxassislar tarafidan oshkorlangan. Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi Moliya komitetining raisi Ron Wyden bilan Kengash palatasi Bank ishlari komitetining raisi Sherrod Browen va Kengash palata a'zosi Susan Collins qatorliqlar bu yil 8-oyda Xitoyning Temu va Shein torbatlaridagi mollarining Amerika bozoriga to'solg'isiz kirishini cheklash uchun Amerika tamojnasidagi eng töven chek belgilemesini bekor qilishni maqsad qilgan bir qonun loyihasini tonishtirgan edi. Bu qonun loyihasi to'qimachilik mahsulotlari va kiyim-kechaklarning eng töven chek belgilemesi orqali import qilinishini cheklash bilan birga yana bu torbatlarda setilishga ruxsat qilingan mahsulotlardan to'sh haqqi ilishni talab qildi ekan. Bu qonun loyihasi yana to'qimachilik va kiyim-kechak importiga cheklim qo'yish va yangi haqlarni bekitgandan boshqa yana eng töven chek belgilemesi orqali Amerikaga kirayotgan har qanday bir mahsulotning soni haddidan ziyod ko'payib ketgan ahvol ostida bu mahsulotni cheklash huquqi berdi ekan. U ham Amerika tamojna va chegara doiralarining tamojnada mollarni tutib qilish va yo'qotish ishlarini osonlashtirdi ekan. Bu qonun loyihasi ayni chog'da Amerikadagi nurg'unlagan ishchilar uyushmalari, soqchi tashkilotlari va ishlab chiqarish guruhlarining qo'llashiga erishgan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.